Okay guys, әмсә текст қараңыз балла. Әнді бұл текстті авал бір нәтті суал ба. Сіләм бұл суалны бір жауап көріп өткен дейкен, аңлайсызlar бұның аваз үшін. Аңлап бұның дейкен бір жауап беріп бақсаңыздар. For example, what is Penny going to do with the ways? Әмді мұшу. Ау тәштекні, алыңқы тәштекні зады. Бұл Penny қана қымақты. Does Sam want her to do that? Мұшу Sam оны ашында кескен дәмді. Демекче ашу тәштекні бірі қойыскен дәмді тұрсан. What is Sam going to do with the ways? Әмді Sam ол тәштекні қанда бір тұрап қымақты кен әмді. Demek hem de bu şu tekstini ait köngülge bir anlagan deken hem de bu suallarga bir cevap bersanız boladi. Lesson 39. Don't drop it. Listen to the tape, then answer this question. Where does Sam put the vase in the end? What are you going to do with that vase, Penny? I'm going to put it on this table, Sam. Don't do that. Give it to me. What are you going to do with it? I'm going to put it here, in front of the window. Be careful. Don't drop it. Don't put it there, Sam. Put it here, on this shelf. There we are. It's a lovely vase. Those flowers are lovely too. All right. Әмсә аңлап болуңыз болла. Андақта біздіңки мұшу текстін бір тәпсірі бір қарап бағайлы. So what are you going to do with that ways, Penny? So what are you going to do? And then be going to deganimiz maqchi maqchi. What are you going to do with that ways? And then we share with something. Do with something degan şey bir taraf qilmoq yoki ma'lum ishni bir o'rinlamoq degan gap. Demak, what are you going to do with that ways, Penny? And so u tashdagini qanday qilasiz, Penny deydi. What are you going to do with that ways? I'm going to put it on this table. Okay, men uni mushu stelning ustida qo'ymoqchi. I am going to put it on this table, Sam. So don't do that. Give it to me. Wait, unda qilmang. Menga bering. Give it to me. Matsi degan voqeaga kelmadi. Menga bering. Give it to me. Unda qilmang, menga bering. What are you going to do with it? Wait, uni qanday qilsiz? Demakchi uni qanday bir taraf qilsiz desa, I am going to put it here. Men uni uyaga qo'ymoqchi. In front of the window. And in front of degan ning oldida shunami? Demakchi derazning oldida qo'ymoqchi. And in the front of degancha ma'lum narsaning ichining oldida deganga, masalan in the front of the car, in the front of the bus deganda, okay? I'm going to put it in front of the window. Be careful, don't drop it. Nima? Diqqat qiling. Tashlab etmang, qo'lingizni tushirib etmang. Don't put it there, Sam. Voy Sam, uyaga qo'ymang. Ma put degan qo'ymang emasman. Put it here on this shelf. O bu yoqqa qo'ying. Takshining ustiga. Yoki jazining ustiga degan gap. Put it here on this shelf. Here we are. Mana qo'yib bo'ldik. Demakchi hamda tashdek bilan biz mana mushada demakchi hamda bu yoqqa qo'yib bo'ldik degan gap. Gap bo'ldik. Here we are. Here we are. It's a lovely vase. O'yintan omaq tashdek. Those flowers are lovely too. And bu gullar o'yintan go'zal omaq adamni yaxshi ko'rsa keltirdi. Demak, endi bu tekstning bir qisqagina mazmuni. Hamda bu tekstimizga eng muhim bo'lgan language points qaranglar. Endi shunda bu nima desam, birinchi to do with. Endi bu yer to do with deganimiz nima desam, shu bir taraf qilmoq degan gap. Yoki bir ish qilmoq shuni. Masalan, what are you going to do with the ways? Endi tashdagni qanday qilmoqchisiz? Sar qanday qilsiz? Yoki chiqib o'tamisiz, u yoqqa qo'yamiz, bu yoqqa qo'yamiz. Demak, shuni qanday bir taraf qilsiz degan gap. Shunami? Degan with degan bilan billar degan gap. Masalan, with his father,
Onun bilan billa. Okay, and what are you going to do with him? And onun bilan nima ish qilsiz? Zaten nima ish qilganligini ana masalan onun bilan billa manda bir ish qilmoq degan gap. What are you going to do with him? Onun bilan nima ish qilsiz? I'm going to play football with him. Yoki I'm going to do my homework with him. Men onun bilan topshiriq ishlayman degandek, tushunami? So what are you going to do with this knife? And o pichoq bilan nima ish qilsiz? Demak, o pichoqni nimaga ishlatsangiz, nima ish qilsiz, qanday qilsiz uni degan gap bo'ldi menda. Shu qanday bir ishlatmak, bir taraf qilmoq degan gap bo'ldi. Shu ham what are you going to do with this knife? Bu pichoqni qanday qilsiz, nima ish qildingiz pichoq bilan degan gap bo'ldi shu. Okay, and what are you going to do with these clothes? And bu kiyim-kechakni qanday qilsiz? Oh, I'm going to wash it. Men uni yuyman. I'm going to give them to my children. Men bolalarimga beraman degandek. Demak, hamda bishara to do with degan shu bir taraf qilmoq yoki shu ish bilan bir qilmoq degan gap. Demak, what are you going to do with these clothes? Hamda ma ikkinchisi nima desanglar? Meyarki, give me a book. Buni nimda bo'lgangan tuqmoqlar, menga bir kitob bering yoki aytdim. Give me a book. Endi buning da sağlaşlar, xabar nima desanglar, give me book. Yani ikki olganda desanglar, jenjebin bilan jejebin deb ikki to'ldiruvchi bor. Endi buning egisi yo'qmi deb so'rashingiz mumkin. Egisi bor. Egisi yushirin kelgan. Odatda buyruq jumlalari egi qanday qilinadi desanglar, yushirin keladi. Buning egisi nima? You give me a book. Siz menga bir kitob berasiz. Biz Uyg'urchada siz bunday qiling demaymiz-ku. Masalan, o'rningizdan turing. Va siz o'rningizdan turing demaymiz. Demak, ham buyruq jumla odatda qanday tilda bo'lsin, hamda yushirin holati keladi. O'rningdan tur, o'tiram, bunday qiling, unday qiling. Hamda siz degan hamda yushirin holati keldi. Demak, hamda xabar nima desanglar, give. Xabar degan shu hamda shu bir sharkatning harakatini bir bayon qilib keldi-ku hamda. Berish, bermak, demak, tumaq, ko'pincha shu fe'llar xabar olib keldi. Hani to'ldiruvchi degan nima desanglar, shu eginingki ob'ekti. Shu nimani berdi, kimga berdi degandek-ku. Ob'ekt. Masalan, I love you shunami? Egisi I, shu yaxshi ko'rgitsa, yaxshi ko'ralgitsa ob'ekt. Nishon shunami? Shu egining ob'ekti, shu yaxshi ko'rish ob'ekti nima? Yo'q hamda. You degan to'ldiruvchi. Hamda men ham beradigan ob'ekt nima? Shu kitob bilan me. Va kishilik almash me menga. Demak, jumla ma to'ldiruvchi bo'lib ketadi-ku, menga. Bu nima odatda narsalar jumlada bevosita to'ldiruvchi bo'ladi. Bevosita to'ldiruvchini shu jejebin deymiz. Vositali to'ldiruvchi deganni nima deymiz? Janjebin. Vositali to'ldiruvchi deganni nima? Janjebin. Shunga ham nima yarki? Give me a book. Endi yana bir jumla bor. Agar, okay, masalan, give a book to me. Agar ma'nodek shu bevosita to'ldiruvchi xabarning keyinda kelib qolsa, vositali to'ldiruvchining oldiga nima qo'yamiz? To. Ya'ni nima desanglar, shunga o'xshash, shu mening oldiga vositali to'ldiruvchi qo'yamda. Menga, demak shu to g'aqagaka. Shu yo'lnish fe'li, yo'lnishni bildirgan g'aqagakani shu to'ningki mening oldiga qo'yamiz. Give me a book. Give a book to me. Shunami? Give a book to me. Menga bering kitob. Degandek. Shunga bugungi darsning muhim nuqta hamda demak hamda vositali to'ldiruvchi nang oldiga to qo'yamiz. Bevosita to'ldiruvchi bevosita to'ldiruvchi narsalar hamda bevosita to'ldiruvchi bo'ldi hamda bu jumlada. Shu xabardan keyin bevosita kelib qolsa, vositali to'ldiruvchi oldiga nima to qo'yamiz. Masalan, give me a knife. Give a knife to me. Nima? Hamda qaranglar, be careful. Be careful deganimiz nima? Diqqat qiling degan gap, ehtiyot qiling degan gap, shunami? Masalan, be careful with the glass. Aynakka diqqat qiling. Demakchi, diqqat qiling. Watch out. Watch out. Bu nima diqqat qiling? Yo'ldan, hey, watch out. Diqqat qiling. Ko'zingiz yo'qmi deydi-ku. Shu watch out. Shu diqqat qiling. Okay, look out. Okay, look out bo'lsa. Look out. Look out shu o'xshashlar nima? Diqqat qiling degan gap. And caution. Masalan, yozib qo'yilgan, masalan, voy beshingizga ehtiyot qiling, caution. Bo'lmasa usib solsiz, 5 daqiqadan tushganda mas'ulimiz 5 daqiqa olsa, caution deb qo'yiladi. Watch out, look out.
Hamda bir yere there we are. Hamda bu asıl şekilde we are there. Hamda biz bir yerde demekçi biz yerde. Demekçi bu koyup buldum demek çok hamda. Mesela bu şuna okşaş mesela here we go. Okay. Mana biz demekçi başlaylı. Here we go. That's it. That is it. Boşça. O mana muşu. Demekçi muşundak bolsun. Muşundak bolsun. That's it. Bir karar. Vanşa muşundak olsun mesela. And here we are. Biz mana bu yerde. Mana biz. Now here we are. Yaki biz müşa keldik degan gap. And we are here. And biz mana bo'lsak bu yer. Asl shaklini mersanlar here degan keyinda keldi. Ma ta'ti jumla ulab mersanlar ma qattiq qulaylik bo'lsin. Here we are deb ma o'zgartib olgan. We are here. And biz bo'lsak mana. Demakchi biz kelib qoldik mana. Degan gap. Voy biz mana keldik. Here we are. Vallahi mana keldik. Bag'cha o'ramda olsa. Voy mana keldik. Here we are. Tamam. All right. Thank you so much. That's all for today and see you next time. Goodbye.